Avrupa'da Gollandiyani misal alma adette 30-40 partiya var çok küçük. Emniyette Gollandlarının hemmisi okşaş tarih, okşaş zaman, okşaş medeniyetin kelgen adamlar. Ama Uygur milletinden içinde Amerika'nın tesir uçurgan adamlar var. Xitayning ta'sir uçurgan adamlar var. Hatta bizde tarixten an'anamizni qilib qolgan Şaman dinining, Budda dinining ba'zi ta'sirlari bo'lishi mumkin edimizda. Turkiyaning ta'sir uçurganlar var. Afg'onistondagi imoratlarning ta'sir uçurganlar var. Daeshning ta'sir uçurganlar var. Sovet İttifaqı Kompartiyasining ta'sir uçurganlar var. Rusning ta'sir uçurganda. Demak, bizga o'xshash ko'p taraflama ta'sir uçurgan İpek yo'lining balvodagi bir millatda o'xshamagan siyosiy ko'zqarashning bo'lishi, har xil ideologik odamlar bo'lishi muqarrar ahvol bu. Bundan qat'iy saqlanmaymiz. Shunga hamma Uyg'urni bir kimga chiqarmasangiz amaldagi ochmaydi, o reallik emas bu. Gollandlar 30-40 partiya bo'lyapti, o'xshash tarix, o'xshash zamonda natijani yo'q, o'xshash yashayotgan Gollandiyaga islom dinining ta'siri yo'q, Gollandiyaga Daeshning ta'siri yo'q, Gollandiyaning sirtqi ta'sirlari ideologiya taqliniyalik. Asosan Yevropaning bir demokratiya, bir ideyaning ta'siri ushlab kelayotgan davlatda 99% sirtqi signal Gollandiyaga o'xshash manbadan keladi. Shundaq turliq ular 30-40 partiya bo'ladi-yu, bizga o'xshamagan ideologiyaning, hele Arabning, hele Urusning, hele Xitoyning, hele Amerikaning ta'siri uchratgan bir millatda necha uni o'xshamagan guruhlarni bo'lishi bu muqarrarlik. Buni biz hurmat qilishimiz kerak. Rangarang gullar bilan bog'cha chiroyli bo'ladi-ku. Gap shuni hurmat qilish, shuni kuchga aylantirishda. Şu hammaylar men mukammal, men eng to'g'risi birdan-bir degan gapni degandikinlar xatolashgan bo'lamiz shu biz. Belki nurg'un partiyalar kelib tarixini ko'ryapmiz. Masalan, Kosovoda 7-8 partiya qurilgan, eng oxir bir partiya kuchab chiqib hokimiyatni oldi. Ammo o hokimiyatni olgan partiya hokimiyat beshida turolmadi. Masalan, Bosniyada shu hokimiyatni olgan partiya hokimiyat beshida turolmadi. U masala muhim emas-ku. Har partiyaning har bosqichda o'ynaydigan roli bo'ladi. Bizning iqtidorimiz muayyan bir bosqichga yetgan vaqtda bu qilindaymiz. Men davomli kuch ulab yugurish musobaqasiga o'qishdim bizning ishlarimizni. Kuch ulab yugurish musobaqasida bizning qo'limizga bir tal mash'alni tutqizgan bo'lsa birsi, mash'alni oldiqli yuguraymiz. Hatto chirig'im qarmaymiz o odamni shu. Siz diqqat qilgan bo'lsanglar bilasizlar. Voy mash'alni nima qilganda qilib qoldim, qarab baq haqni aytib bizni aytib qoldirib, anol jadal qilib qolsak, texnik suratni atib ketamiz shu. Bu bizga burun mash'alni akab berganlar qanchalik ziyon tortgan bo'lsa, qanchalik badal to'lgan bo'lsa, ya qanchalik xato o'tkazgan bo'lsa, uni hisoblashmaymiz. Mash'alni qo'limizga oldikmi, kayyadan boshlab o'qdak yugurib oldimizga odamga tutqizib. Balkim oxirgi hisob berishimiz mumkin. Va yoki oldinda bizning miqdorliqlar bizning qo'limizda bu mas'alani elish mumkin. Gap bizning aktivligimizda qarindoshlar. Shu biz bayatında deyotgan narsa qattiq esimizda bo'lsin. Bizning qiladigan ishlarimizni bilib olaylik, mustaqillik nishonimizning sistemasi, davlatlik ideyamizning to'g'ri ovoz bilan tarqatilishi, aktiv siyosiy fikrlarning atrofimizga yig'ilishi, aktiv vatanparvarlarning bir qo'shini shakllanishi, kichik siyosiy kapitalning barliq mishlarning hammasida bizning aktivligimiz lozim qarindoshlar.